Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Retrom. Bugungi videoda Minecraft lekin biz Herobrine bilan survival qilamiz. Qani let's go. Birinchi o'rinda biz mana sandiqqa yuzlanamiz. Kerak narsalar bor bu sandiqda. Buni birinchi bunday qilamiz. Bizga kerak narsalar olaylik. Keyin u bilan xallashamiz. Hozir emas. Hop. Bo'ldi. Endi buni tiltirishimiz kerak. Mana Herobrine'ga kerakli narsalar. Mana. Shunday kerak bo'ladi. Men ko'p videolarda ko'rganman. Herobrine'ni chaqirgandan keyin atrofdagi daraxtlar yo'q qoladi, bariklari yo'q qolar ekan. Hozir shuni sinab ko'ramiz. Qani let's go. Birinchi navbatda mana 1 2 3. 1 2 1 2 1 1 1 Shuni qilib bitta yoqamiz. Va hamma tayyormi? Bo'lmasa boshladik. Qochishlar bor. Super qochishlardan so'ng atrof sal boshqa. Negadir mollarim qotib qoldi. Yonmayor. Cho'tta netta daraxtlar yo'qmagan. Barglari. Ko'raylik hozir. Mayli endi bitta survival qilamiz. Survival qilganimizdan keyin ularni tekshib. Endi bizga mana narsalar kerak emas. Shajarga kerak bizga. Jargalka. Versak. Bular kerak emas. Ketdik. Herobrine cho'tta yo'q. Survival qilaylik. Bo'stirdimi? Bo'stiramiz kerak. Chop olamiz. Yo'q. Minecraft juda qotyapti. Hozir men nima ko'rdim? Shommayor. Nima bu? Yonmayor o'z yuram. Yorildi men. O'z yuram yorildi. Barglar qani buni? Panika qilmanglar. Hammasi men nazoratim ostida. Bo'ldi. Herobrine chiqadi. Tars beraman. Uxlayotgan asosda uyga ketaveradi. Tars beraman, uxlaydi ketadi. Yonmayor. Ismini boshqa harfini qo'yib ketibman. Bella. Yaxshi, men ishlabani yo'q edi. Mayli endi. Yonmayor. Hospaydi bo'ldi. Ko'rlangmi? Hospaydi bo'ldi. Mana shu yo'q edi bana. Mana shu yo'q edi. Asosda juramiz. Yonmayor. Daraxt bari qon endi. Qanigina bor edi. Yonmayor. Nadir bo'lyapti. Cho'tta netto. Bitta asosda suramizmi deymanda. Hech kim yo'q atrofda lekin. Yo'q bu mod. Buni men sizlarga aytaman, tavsiya qilaman. Buni ko'rishing mumkin. Bu mod men Telegram kanalimda bo'ladi.
Yonmayyor. Hozir mana shu daraxtlar bor. Hozir o'z ko'zim bilan ko'rdim men. Hozir yo'q qoldi. Yonmayyor. Mening ekam ha. Bu Telegram kanalida bo'ladi. Bu mod talab qilganman. Lekin bitta yomon tomoni bor. Bu mod 1.17 ga ishlaydi, lekin Heroblin ko'rinmay qolishi ham mumkin. Shuning uchun kattaroq versiya o'ynanglar. 1.19 dami o'ynanglar. Yoppi. Hozir yo'q edi, mayli. Mana uni eslab qolinglar. Bariga bor. Bo'ldi. Eslab qolinglar, bariga bor edi. Bariga bor ekan. Endi shu yo'lda toshga o'laymiz. Bitta. Ikkita. Menga kuchli o'tyapti. Menga tunib, men aytyapman sizlarga, yangiroq versiyada o'ynanglar bu modni. Yangiroq versiyada o'ynanglar. Shuni orqaga sizlar Heroblin turgansa, hazillashibman. Omad qilinglar, suv chiqib qoldi. Hozir men sizlarga nima degandim? Mana daraxt barglarini eslab qolinglar dedim. Ko'ryapsizmi? Yo'q bariga. Aytganimday bo'ldi. Muzikani olishdilar. Mana aytdim men. Mana qurib narsa Heroblinning manasi. Chaqirgan borku, shunga o'xshaydi mana. Chaqirgan borku, hozir mana shuni ham tagida javob Redstone fakir bor. Redstone fakir. Aytdim men nima dedim men? Men nima dedim hozirlarga? Yonmayyor, yerlardan ham qurib ketdi. Yaxshi. Mana ikkita qo'ydi chopish kerak. Ol. O'ldi bu. Junni olamiz. Yomon qotyapti. Oldim va ketdim. Yomon qotyapti. Hammasi joy-joyida. Lekin yomon qotyapti Minecraft juda qotyapti. Yonmayyor. Hozir mana shu daraxtlar bor edi, barik. Heroblin, asabga tegma. Baylar faqat olurmadagan biz oldimizga chiq, suhbat qil, ishlar yaxshimidi, bo'lyaptimi? Shunday deb gaplar faqat odamni mana qilmadagan. Cho'chityapsan-da sal. Asabga tegdi. Qisang mushuk bo'ldi. Minecraft juda qotyapti. Men barga oxirigacha olib ketdimmi bobay? Tezlashamiz. Voy, oyog'ingga sani. Lekin bir tomoni yaxshi bo'ldi, hamma tomoni yaxshi ko'rinyapti. Endi atmosfera deganlardek. Mana. Shu mana shuni qo'ymasdan. Men olmoshga keldim. Aka yaxshimisiz, ahvolingiz yaxshimidi? So'rash, ko'rishak sen bilan bir-ikki marta gaplashak. Masha bo'lyapti, bola chaqa deganlardek. Kavlash sen ham mujikcha bor. Sen nimadir ketyapsan, sen bo'lmayapti, bu ishing bo'lmaydi. Heroblin yo'q. Lekin bu nima?
sababi. Mayli. Mayli. Ketan ochiqroq joyga boraylik. Ochiqroq joyda cho'tki narsa bo'lar. Ochiq joy degani cho'tki narsa degani. Xirobning chiqishi mumkin-da ochiq joylarda. Mana shuni barglarni eslab qo'yinglar. Mana. Mana shu joylarda jursak yaxshi bo'ladi. Barglari bor. Endi bu yoqqa bir qaraymiz. Yo'q, mayyor. Barglari yo'q-ku. Barglar bor edi hozir. 15 soniya oldin barglar bor edi, hozir kelayotganini ko'rdim. Kuchukmi deyman-da. Mushuk bo'lmamda chaq. Erkak bo'l, erkak. Oh. Deb bosib ketgan. Bana F deb bosib ketdi. Hozir bir ma'no aytmoqchidir balkim. Balki videoda ko'rinmoqchidir. Zeyt ketdimi? Chiqmaydi ham asab ketaylik be. Mana tovuq shekilli ko'z oppa shekilli tormasa. Batturmoyman ikdegan. Battur koni vartalari. Do'q etmaydi ularning hozir. Javob. Kattaroq versiyada o'ynasam bu yo'q qotardimi ekan men. Balkim qotmas, o'ynab ko'ringlar. Uni narsa yo'q edi. Men bilaman. Hammaga video qiziq bo'ldi deb o'ylayman. Bugungi video shu yerda tugaydi. Keyingi qismi chiqishi uchun mana shu video 20 ta like yig'sa, Xirobli bilan surib oldi. Ko'rinmor. To'xtanglar. Yoqib ketdik. Kelling oyog'im. Kelling oyog'im. Ko'rmaydi o'ylabsan. Mayli, nima deykan ha. Mana shu video 20 ta like yig'sa, mana shu videoning keyingi qismini chiqaman. Ikkinchi qismini. Hozir video shu yerda tugaydi. Hammaga xayr. Zablan restoran bo'ldi. Aytdim men, sizlar 20 ta like yig'di. Tars urib qo'yasizlar 20 ta like'da. Men keyingi qismini chiqaraman. Hammaga